Barchaga salom azizlar, men bugun videoda ya'ni Impossible Gaming va bugun videoda biza qanday qilib mana shu Minecraftda o'zi kimdir mana shu Minecraft o'ynaydimi? Men oldin o'ynardim, hozir yangi versiya 1.21 versiyadami? Bu 1.12 versiya. Bunda hatto suzish ham yo'q. Qishloq topishni o'rgataman. Kim shu Minecraftni o'ynayotgan bo'lsa 1.21 ga o'ting, maslahatim. Sonra nega bosamiz. Sizlarda ruscha bo'lishi mumkin. Ko'rib set degan joyiga hozir 4-5 qilamiz. Doneni bosamiz. Bu survival degani kreativ degan survival degani. Survival bosamiz. Hop, qarashki qishloqdamiz. Nima ahmoqgarchilik, buni qarang. Просто oddiy o'g'lan oddiy qishloqdan katta qishloq. 3-4 ta qishloqni birlashtirsam buncha qishloq chiqmaydi. Buni qarang. Zagushga bo'yishga ulgurmayapti. Qishloqning kattaligini qaranglar. Kampotning ham bor bu yerda. Hech bo'lmasa kerak. Bunday qilishda xuddi shu narsalar. Video yoqmasa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Haydi. Video tugadi.